Reklamalarimiz yo'q-a? Mo'min aka, Qiziq gaplar hammasi sizlarda. bu yangi yil dasturxonidagi olmaga o'xshaydi. Qurilish kechikishiga ham shu aybdor. Asilbek Qora dengizga borguncha u oq dengiz nomlangan. Bemalol. Da. Assalomu alaykum. O'zbekistondagi birinchi hajviy telekanal Qiziq TVni kuzatib boryapsiz. Bizdan jiddiyroq nimadir kutishga harakat qilmang. Bugun biz sahna stand-upni yangi zalidamiz. Ha, Mirshakar aka oxiri erishdi. Mana shu yangi zalda Projarka yangi loyihani namoyish etdi. Mana shu loyihadagi qiziq vaziyatlarni sizga taqdim etamiz. Yaxshiroq o'rnashib oling, demak, boshladik. Shahriyar akani uyiga darvoqe Lo'lla faqat pul so'rab emas, jingalak soch ham so'rab keladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xormanglar. Nima gap? Gap yo'q, hamma gap sizlarda. Mana qiziq gaplar hammasi sizlarda, bizda oddiy gaplar. Qani aka, kutilmalar. Birinchi marta bo'lishi O'zbekistonda Projarka loyihasi. Dahshat. Hali endi bundan jo'skiroq bo'lishini xohlab turuvdi odam. Достаточно jo'ski bo'ldi. Bundan ham jo'skiroqni kutuvdingiz. Da. No endi baribir zal reaksiyasiga qaraganda ko'p jo'ski narsalarga hali tayyor emasmiz. Bu boshlanishi necha 1 yildan keyin уже hamma tayyor bo'lib, nima so'rashni boshlaydi. Xuddi bizani nima gapi birinchi ko'rgan odam kelsa, hozir fanat bo'lib olib yoki qo'pol qo'yayotgan. Lekin fanat emas, yo'q. Ni ko'm so'ch. Biz katta ketvordi. O'zbekistondagi gangster reperlar chetga borib musofir bo'lib keladi. To'g'risini aytsam, yangi shou birinchi marta qilinishi, yangi format o'zi umuman birinchi marta qilinishi Projarka. Buncha ko'p odam bo'ladi deb o'ylamagandik. Lekin hamma tushunganlarga rahmat va kelasi safar biz buni to'g'rilashga harakat qilamiz. Buni aniq to'g'rilaymiz. Bugun ko'rib oldik nima qanaqa bo'lishi kerak. Sahnani kattalashtirasizlar? Yo'q, mebel o'zgaradi, joy soni ortadi va undan keyin bemalol komfortni o'tirsa bo'ladigan joy qilamiz. Buni уже ertaga qilamiz. Hozir bu sizlarga ham tajriba-da. Birinchi son, albatta. Projarka. Shuning uchun san'atkorni, ya'ni tashrif buyurgan Shahriyar akani kim tanlaydi? Sizmi yoki biz tanlab ko'pchilikka chiqdingiz o'zi? Yo'q. Birinchi Shahriyar aka. Birinchi Shahriyarga. Men chunki Shahriyar bilan anchadan beri tanishmiz. Shahriyarning qarashlarini, Shahriyarning xarakterini yaxshi bilaman va Shahriyar haqiqatan o'ziga ishongan, hech qanaqa komplekslari yo'q, o'zi haqidagi hazillarni bemalol qabul qila oladigan odam, o'zi ham zo'r hazil qiladi. Shuning uchun birinchi mehmon по-любому Shahriyar. Shuning uchun Shahriyar kutganimizdan ziyoda darajadagi mehmon bo'lib chiqdi. Agar Shahriyarga bu video yetib borgan bo'lsa, katta rahmat. Hali yetib bormagan bo'lsa, iltimos ko'rib bo'lganingizdan keyin pastda samolyotcha bor, Shahriyarga tashlab qo'yinglar. O'zingizning kutilmalaringiz o'zini oqladimi? Ha. Hech narsa kutmasang, xohlagan holat kutilmalarni oqlar ekan. Kutmagansiz. Ne, rostdan zo'r. Men maza qildim. Bu Ondan necha qo'ygan bo'lardingiz? Ondan 8. 8. Ondan 8. Yomon emas. Va bunda mehmonlarni, boshqalarni aybi yo'q. Bu shunchaki biz uchun ham yangi format. Biz ham buni birinchi marta qilib ko'ryapmiz va hali o'zgartirsa bo'ladigan, o'ssa bo'ladigan joylari bor. Shuning uchun harakat qilamiz. Lekin birinchisiga mehmon 100% to'g'ri tanlangan ekan. Men shunga amin bo'ldim bugun. Shahriyar bu yangi yil dasturxonidagi olmaga o'xshaydi. Bo'lsa yomon bo'lmasa ham necha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Sahna stand-up klubni asosiy bosh prodyuseri, qurilish kechikishiga ham shu aybdor. Mana shu sahnani 3 oydan beri kutayotganimizga ham aybdor shaxs shu bo'ladi. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Menimcha hech kim afsuslanmayapti 3 oy kutgandan. Albatta. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qildik, qo'limizdan kelgancha qulay qildik. Eng asosiysi menimcha hammani ko'zidan yetib ketishyapti. Lokatsiyamiz, joylashuvimiz yaxshi joydan bo'ldi. Ana endi hech kim hech qanaqa bahona qila olmaydi. Shahar markazida marhamat, bilmaganlar ham kelishingiz mumkin. Shunchaki Toshkent deb yozsanglar mana shu joyga olib keladi. Topib olish qiyin bo'lmaydi. Nafaqat sahna, bu yerda sahnalar mavjud o'rtoqlar. Kelishinglar mumkin. Xohlasanglar katta sahna, kichkina sahna, tabiiylarga qarab kelaverasizlar. Ochiq havoda ham sahnamiz bor. Ana bo'lmasa. Marhamat. Mana shu loyihani prodyuser sifatida o'ndan necha qo'ygan bo'lardingiz? Bugungi birinchi son uchun. Birinchi son uchun 10 dan 8,5. 10 dan 8,5. Birinchisiga yomon emas. Yomon emas, juda ham zo'r. Bugungi chiqqan mehmon Shahriyardan tortib hamma komiklar umuman qanaqa bizni kutgan bo'lsak, undan hammaligi 2 baravar zo'r chiqishdi. Ben dublajda ishlang dedim.
Mana shu medyudagi ayiqqa ovoz bering dedim. Ayiqda gap yo'q-ku. Assalomu alaykum. Shahror aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Qalay taassurotlar? Prozarka O'zbekistonda birinchisi. Taassurotlar juda ham zo'r, a'lo darajada, kayfiyat ham. Xafa bo'lmadingizmi? Yo'q, nimadan xafa Qilingan bo'lish? hazillar. Bolalardan, chala bolalardan xafa bo'lish. Chala bolalar. Shunaqa jamoani shunaqa nomini qo'ysa bo'ladi, chala bolalar. Chala shifokorlar ham. Chala shifokor, chala bolalar. Bilmadim o'zi. Chala aytishlik. Ha, hamma chala bolalarni bugun bu yoqqa yig'ib kelishibdi-da. Kimdir o'lsa osh tarqatiladi. Mirshakar aka xumod osh tarqatgan, chunki o'sha payt hazillar bo'lganda. Assalomu yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qiziq. Savollar ham qiziq, shuning uchun bizdan jiddiy nimadir kutmanglar. Kanal ham qiziq. Kanal ham qiziq. Xo'p bo'ladi. Xuddi sizni ijodingizga o'xshab. Rahmat. X Factorda. Nima gap aka? Nima gapdami? X Factordanmi? X Factorda nima gap? Yaxshi, ketyapti. Finalga Finaldamiz. Ukachi. Shu qizig'i chiqib ketdi uka. O'zi ukani boruvdi. Shunaqa. Finalda endi xudo xolasa Uka uchun yutiladi xudo xolasa. nimadir yutuq bo'lsa ham ukaniki. Nima yutuq bo'lsa, hammasi ukaniki. Pul bo'ladimi, 100%. mashina bo'ladimi, 100%. Albatta. So'nga qarab berganman. Bu shunaqa reklamniy переход bo'ldi hozir. Tirikchilik. Siz ham chiqdingiz-a? Sahnaga, projarkaga. Albatta. Kutilmaganda. O'zim uchun ham juda yengillik bo'ldi. To'g'rimi siz? Ularning xatlarini o'qib berdingiz. Qanaqa boshida o'zim yozganlarim bor. Chunki menga kecha tashlab berishdi. Sekin. Yana mana shunaqa qiziq holatlar bo'lib turadi. Chunki bu qiziqda. Halin kulgili bo'lmaganlar hammasini o'zingiz yozgandingiz. Albatta. Ha, tushunarli. Dalshi. Zo'r gap. O'zi qanday taassurot? Projarka O'zbekistonda birinchisi. Kutilmalar o'zini oqladimi? Albatta. Shunaqa bo'lishini kutuvmidingiz yo bundan ham ko'pchilik bundan ham juristliroq bo'lishini kutuvdik deyishdi. Albatta. Men chunki yaxshi ko'raman mana shunaqa cho'rni yumor. Prям kutilmagan bo'ladi. Yo'q, voy deganingizdan kulib yuborasiz. Shunaqa yaxshi ko'raman. Mirshakar aka ikkita farzandi bo'lgandan keyin hindlar xitoyliklardan odam soni bo'yicha o'tib ketdi. Mana do'stlar, ko'rganingizdek Qiziq TV mana shunday qiziq jarayonlarni sizga namoyish etishda davom etadi. Bizni kuzatishda siz ham davom eting. Ko'rishguncha. Money.